Godiva Hanım. Tercümede Mevlana Yasin. 1897 yildagi İngiliz ressam John Collier'ning moybo'yoq rasmi otga mingan bu qep-yalang'och ayolning ajoyib ta'sirli hikoyasi. 1040 yili Angliya Marsiya shahridagi Gral Leoprik chiroyli Godiva xonimni xotinlikqa olgan ekan. Godiva xonim bo'lsa, odamlarni jalb qilishdek chiroyli va mijoz xarakteri siliq ayol ekan. Onu ko'rgan kishilar havas bilan qaraydi ekan. Lekin Godiva xonim kun bo'yi ichib-pishib, ko'ngli bearam yashaydi ekan. Gral ayoliga qarab achchig'inib so'raydi ekan. Siz nimishqa shuncha g'amkin? Ajaba qullar sizga yaxshi muomala qilmayotgamdi? Godiva beshini chayqab, bu yerdagi fuqarolarning chiroyidan nafrat yig'ib tursa, men qanday xushal bo'la olayman? Gral texmi achchig'langan holda, siz bir to'p pastkash xalq uchun g'am qilib, o'zingizning salohiyatini yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Godiva yalurib, biroq ular yaxshi yashayolmayotdi. Siz ularning boshchiligini biroz yeniklatsangiz bo'lmamdi, debdi. Aslida Gral Angliya armiyasining safarga chiqishini qo'llash uchun ig'ir boshchilik buyrug'ini tushirgan ekan. Buning bilan fuqarolarni dodbariyat qoplaydi ekan. İkisi şu sebepten talaş tartış qiladi ekan. Gral keskin aldı. Men bo'lsam xandonlikning muhim amaldori. Albatta davlat uchun qayg'uraman. Godiva mo keskin aldı. Siz ulardan yetarlik narsani siqib oldingiz. Bu qitim ularga kengchilik qiling, debdi. Gralning ochig'idan jeni chiqib, agar siz qeyp yalang'och otga minib shahardagi cho'ng ko'chani bir aylanib chiqsangiz, men ularning bijini kemaytirganligimni e'lon qilaman, debdi. İkinci günü səhərdə Godiva xanım dərvaqa uxlash kiyimini silib, qeyp yalang'och otga minib saraydan ayrılıbdı. Gral oldiga berib to'sishni o'ylagan bo'lsa-mu, eg'iz ichishga jur'at qilolmay, amalsiz otni minib, uning keynidan ergishib mengibdi. Godiva qeyp yalang'och cho'ng ko'chani aylangan bo'lsa-mu, barliq fuqarolar maslahatlashib olgandek ish-derizlarni etib olgan ekan. Çoğun küçük koçalarda birmi adam görünmeydi ekan. Fırsatdan paydalanıp Godiva'nın qeyp yalang'och holatini ko'rib olaydigan birmi adam chiqmaydi ekan. Gral, ularning sizning bunday xatarga tavakkul qilib yordam berishingizga arziydiganligini qanday bildingiz? Godiva kulib turib, agar chin ko'nglingizdan boshqalarga yordam qilmoqchi bo'lsangiz, boshqalarning sizga qanday javob qaytaradiganligini o'ylamasligingiz kerak. Acaba undaq emasmi? Gral beshini lang'ishtib, darhol butun shahar bo'yicha bojni kemaytirganligini jakarlaydi ekan. Ko'p yillar o'tgandan keyin Angliyalik dangliq rassam John Collier bu hikoyani anglab, bu Godiva xonim degan moybo'yoq rasmni chizib chiqqan ekan. Bu dangliq rasm hozirgacha Amerika shaharlik muzeyda saqlanliq. Shuningdan boshlab bu rasm va Godiva xonim bu shaharning simvoli bo'lib qolgan ekan. Izohat. Haqiqiy oliyjanoblik bo'lsa, ko'nglingda boshqalarga yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, boturlik bilan qilgin. Boshqalarning uning uchun minnatdorlik bildirmasligini ko'p o'ylab ketma. Boshqalarning inkosi sababidan dastlabki niyatingdan yenib ketma. O'zingiz samimiy bo'lsangiz, boshqalarning samimiyatiga erisha olasiz.